Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar. Pensiya olayotgan ota-onalarimiz, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqa olayotgan yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzildi. Demak, ayrim fuqarolar pulini odatdagidan boshqa kun olishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga taalluqli, chunki bir kunlik kechikish ham oilaviy xarajat, dori-darmon, kommunal to'lov yoki qarz reja masalasiga ta'sir qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlar tinch bo'lishi mumkin, qaysi holatda qayerga murojaat qilish kerakligini aniq aytib beraman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilish ko'p odamni sarson bo'lishdan saqlaydi. Men avvalo masalaning o'zagini sodda qilib tushuntiraman. Odatda pensiya va nafaqalar har oy belgilangan tartibda, ya'ni hududlar, bank kartalari, pochta orqali yetkazish xizmati, mahalla kesimi yoki to'lov guruhlariga qarab bosqichma-bosqich beriladi. Ko'pchilik pensionerlar yillar davomida bir odatga o'rganib qolgan. Kimdir oyning 5 sanasida, kimdir 8 sanasida, kimdir 12 sanasida pensiya oladi. Bank kartasiga tushadiganlar telefonidagi SMS xabarga qaraydi. Naqd pul oladiganlar esa pochtachi keladigan kunni kutadi yoki mahalladagi mas'ul xodimdan so'raydi. Endi muammo shundaki, sentyabr oyida jadval qayta tuzilgan bo'lsa, bu har doim ham pensiya kamaydi yoki bekor bo'ldi degani emas. Ko'p hollarda bu faqat to'lov sanasi o'zgarganini anglatadi. Masalan, ilgari 7 sentabda olgan odam bu safar 9 sentabda olishi mumkin. Ilgari oyning 1-haftasida tushgan pul 2-haftaga o'tishi mumkin. Yoki aksincha, ayrim hududlarda to'lovlar oldinroq boshlanishi ham mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga eng avvalo vahimaga tushmaslikni, lekin befarq ham bo'lmaslikni maslahat beraman. Bunday qayta tuzilishning sabablari bir nechta bo'lishi mumkin. Birinchidan, oy boshidagi dam olish kunlari yoki bayram kunlari to'lov jarayoniga ta'sir qiladi. Agar odatiy to'lov kuni shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, bank amaliyotlari va pochta yetkazib berish tartibi boshqa kunga ko'chishi mumkin. Ikkinchidan, hududlarda to'lov yuklamasi teng taqsimlanadi. Bir kunda juda ko'p odamga pensiya tarqatilsa, bank bo'limlarida navbat ko'payadi. Pochta xodimlari yetkazib berishga ulgurmaydi. Pensioner esa nega pulim kelmadi deb bezovta bo'ladi. Uchinchidan, ayrim hollarda pensiya miqdori qayta hisoblanishi, yangi hujjatlar kiritilishi yoki bank rekvizitlari tekshirilishi jadvalga ta'sir qiladi. Oldin ko'p pensionerlar pensiya sanasini o'z tajribasiga qarab bilardi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi bir otaxon har oy 6 sanada bank kartasiga pul tushishini bilgan. Farg'onadagi onaxon esa har oyning 11 sanasi oralig'ida pochtachi kelishini kutgan. Buxorodagi nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro esa plastik kartaga tushadigan to'lovni bank ilovasidan tekshirgan. Jadval deyarli o'zgarmagani uchun odamlar dori sotib olish, bozor qilish, kommunal to'lovlarni to'lash, kredit yoki qarz muddatini shu kunga moslab rejalashtirgan. Hozir qayta tuzilgan jadval shuni anglatadiki, odatiy sana kafolatli o'sha kun bo'lib qolmaydi. Men buni oddiy misolda ko'rsataman. Agar siz har oy 2 sanada 1.200.000 so'm pensiya olgan bo'lsangiz, sentyabr oyida pul 2 sanada tushmasa, darhol pensiyam to'xtatildi deb o'ylamang. Ehtimol sizning to'lov guruhingiz 10 sentyabrga ko'chirilgandir. Agar sizga pochtachi 11 sanada kelgan bo'lsa, bu safar qo'limdagi yoki burdir sanaga o'tishi mumkin. Lekin bu yerda muhim chegara bor. Agar jadvaldagi yangi muddat ham o'tib ketsa, shunda albatta aniqlashtirish kerak. Bank kartasiga pensiya oladiganlar uchun o'zgarish ko'proq SMS xabar va bank ilovasida ko'rinadi. Naqd pul oladiganlar uchun esa jadvalni bilmaslik ko'proq sarsonlik tug'diradi. Chunki odam uyda kutadi, pochtachi kelmaydi. Keyin mahallaga boradi, keyin bankka boradi. Natijada bir necha kun asabiylashadi. Men shuning uchun har bir pensioner yoki uning farzandlariga aytaman. Sentyabr oyida faqat odatdagi kunga qarab xulosa qilmang. Albatta yangilangan jadvalni aniqlang. Endi kimlar bu masalaga jiddiyroq qarash kerakligini aytaman. Birinchi navbatda pensiyani naqd shaklda pochta orqali uyga oladigan pensionerlar diqqatli bo'lishi kerak. Chunki pochta jadvali hudud, mahalla, ko'cha yetkazib beruvchi xodimning yo'nalishi bo'yicha tuziladi. Bir mahalladagi pensionerlar bir kunda olishi, qo'shni mahalladagilar esa boshqa kunda olishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi, men olmadim. Demak muammo bor.
degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Siz boshqa to'lov ro'yxatida bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi navbatda, yaqinda bank kartasini almashtirganlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, kartaning muddati tugagan, yangi karta ochilgan, bank filiali o'zgargan yoki pensiyani boshqa bankka o'tkazish uchun ariza berilgan bo'lsa, to'lov bir necha kun tekshiruvda turishi mumkin. Bu pensiya yo'qoldi degani emas, lekin rekvizit noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pul qaytib ketishi yoki vaqtincha tushmay turishi mumkin. Men bunday holatda bankka ham, pensiya jamg'armasi bo'limiga ham murojaat qilishni maslahat beraman. Uchinchi guruh, yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, propiska yoki vaqtincha ro'yxat masalasi o'zgargan bo'lsa, to'lov jadvalingiz ham avvalgi hududdan yangi hududga o'tishi mumkin. Masalan, Samarqand tumanidan Samarqand shahriga ko'chgan pensioner men har doim 9 sanada olardim deb kutishi mumkin. Lekin yangi hududda sizning to'lov kuni 12 sana bo'lishi ehtimoli bor. Bu ayniqsa keksalar uchun muhim, chunki ular ko'pincha eski tartibga ishonib qoladi. 4-guruh, pensiya miqdori qayta hisoblanayotgan fuqarolar. Kimdir ish staji bo'yicha yangi hujjat topshirgan bo'lishi mumkin. Kimdir nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tgan bo'lishi mumkin. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunday holatda to'lov jadvali oddiy pensionerlarnikidan farq qilishi mumkin. Chunki tizimda qo'shimcha tekshiruv yoki qayta hisob-kitob ketadi. Kimlar ko'proq tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning bank kartangiz faol bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, ilgari ham pensiya muntazam tushib kelgan bo'lsa, odatiy kundan 1-2 kun o'tishi darhol xavfli belgi emas. Lekin men baribir pul tushishini bank ilovasi, SMS yoki rasmiy manba orqali tekshirib turishni tavsiya qilaman. Chunki menda hammasi joyida deb o'tirib, keyin karta bloklanganini yoki telefon raqami o'zgargani uchun SMS kelmayotganini bilmay qolish mumkin. Birinchi misol. 58 yoshli onaxon har oy 20 million 100 ming so'm pensiyani 7 sanada oladi. U bu pulga oy boshida qon bosimi dorisini, diabet uchun dori vositalarini va oziq-ovqat oladi. Sentyabrda 7 sana keldi, lekin pul tushmadi. Onaxon darrov xavotir oldi. Aslida esa uning hududida to'lovlar jadvali qayta taqsimlangan va uning guruhi 9 sanaga o'tkazilgan. Bu yerda muammo pensiyada emas, faqat sanada. Lekin agar u oldindan jadvalni bilganida, dori-darmonni bir kun oldin rejalashtirgan bo'lardi. Farzandlaridan vaqtincha yordam so'rardi yoki dorixonaga qarzdor bo'lib qolmasdi. Ikkinchi misol. 72 yoshli otaxon pensiyani naqd oladi. Qo'shnisi 10 sentabr kuni pulini oldi. Otaxon esa olmadi. U meni ro'yxatdan chiqarib yuborishibdi deb o'yladi. Lekin tekshirsa, qo'shnisi boshqa ko'chadagi yetkazib berish ro'yxatida, otaxon esa keyingi kun yo'nalishida ekan. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Shuning uchun men aytaman, qo'shni olgani yoki qarindosh olgani sizning ham aynan o'sha kuni olishingiz shart degani emas. Uchinchi misol. Bir fuqaro pensiyani bank kartasiga oladi. Kartasining muddati avgustda tugagan. Sentabrda yangi karta ochgan, lekin pensiya jamg'armasiga yangi karta rekvizitlarini yetkazmagan yoki bank tizimida avtomatik bog'lanish kechikkan. To'lov kuni keladi, pul tushmaydi. Bunday holatda jadval o'zgargandan tashqari bank rekviziti masalasi ham sabab bo'lishi mumkin. Fuqaro bankka borib, karta faolmi, hisob raqami to'g'rimi, pensiya tushumi uchun cheklov yo'qmi, shuni tekshirtirishi kerak. Keyin tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, yangi karta ma'lumotlari tizimga kiritilganini aniqlashi kerak. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro tibbiy ijtimoiy ekspertiza ko'rigidan o'tishi kerak bo'lgan muddatni o'tkazib yuborgan. U sentyabrda pensiya kutadi, lekin to'lov kechikadi. U buni jadval o'zgargani bilan bog'laydi. Aslida esa asosiy sabab hujjatning amal qilish muddati yoki qayta tasdiqlash jarayoni bo'lishi mumkin. Demak, hamma kechikishni faqat jadvalga bog'lash ham to'g'ri emas. Hujjat, karta, manzil qayta hisoblash, sud yoki meros masalalari ham to'lovga ta'sir qiladi. 5-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilada farzand kollej yoki oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan bo'lishi mumkin. O'qish to'g'risidagi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, ayrim to'lovlarda aniqlashtirish talab qilinadi. Oila esa sentyabr oyida jadval o'zgardi, shuning uchun kechikyapti deb o'ylaydi. Aslida esa ta'lim ma'lumotnomasi, yosh chegarasi yoki oila tarkibi bo'yicha tekshiruv bo'lishi mumkin. Shuning uchun
Men har doim hujjatli pensiya turlarida sentyabr oyida alohida e'tibor kerakligini aytaman. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi jihat, jadval qayta tuzilsa ham pensiya miqdori avtomatik ravishda kamaymaydi. Odamlar orasida sana o'zgarsa, pul kamayadi. Kechiksa ushlab qolishadi. Oldin tushmasa, keyin bermaydi degan gaplar yuradi. Men buni aniq aytaman. To'lov sanasining o'zgarishi pensiya huquqi bekor bo'ldi degani emas. Agar siz pensiya olish huquqiga ega bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pul belgilangan tartibda berilishi kerak. Ikkinchi jihat, bank kartasiga tushgan pulni SMS kelmasa ham tekshirish kerak. Ba'zan telefon raqami o'zgargan bo'ladi. SMS xizmati o'chgan bo'ladi. Aloqa tarmog'ida uzilish bo'ladi. Pension esa SMS kelmadi, demak pul tushmadi deb o'ylaydi. Farzandlari bank ilovasidan tekshirsa, pul allaqachon tushgan bo'ladi. Shuning uchun faqat SMS ga tayanmang. Bankomat, bank ilovasi yoki bank xodimi orqali balansni tekshiring. Uchinchi jihat, karta bloklangan bo'lsa, pensiya tushmasligi yoki undan foydalanib bo'lmasligi mumkin. Karta pin kodi bir necha marta noto'g'ri kiritilgan, karta muddati tugagan, bank xavfsizlik sababli vaqtincha cheklov qo'ygan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasi aybdor bo'lmasligi mumkin. Masala bank tarafida bo'ladi. Men pensionerlarga kartani o'z vaqtida yangilashni, pin kodni hech kimga bermaslikni va begona odamlardan pul chiqarib beraman deb yordam so'raganda ehtiyot bo'lishni qat'iy tavsiya qilaman. To'rtinchi jihat, pochtachi kelmagan kuni uyda bo'lmasangiz, to'lov yana keyingi kunga surilishi mumkin. Ayrim pensionerlar bozorga yoki shifokorga chiqib ketadi. Shu payt yetkazib beruvchi kelib topolmaydi. Keyin pensioner menga pensiya bermadi deydi. Aslida pul ro'yxatda bo'ladi, lekin topshirish imkoni bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun naqd oladiganlar sentyabr oyida jadval aniqlanguncha uyda kimdir bo'lishini ta'minlashi yoki pochta bo'limi bilan oldindan bog'lanishi kerak. 5-jihat. Ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar alohida tekshirish kerak. Agar pensionerning o'zi bora olmasa va farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan olayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati tugamagan bo'lishi shart. Muddati tugan ishonchnoma bilan pul berilmaydi. Bu jadval o'zgargani emas, hujjatning kuchi tugagani bo'ladi. Men bunday o'yinlarga ishonchnoma sanasini, notarial tasdiqni, pasport ma'lumotlarini oldindan ko'rib chiqishni maslahat beraman. 6-jihat, pensiya miqdoridagi farqni darhol tushunish kerak. Ba'zan odam, men har oy 1 million 400 ming so'm olardim. Bu oy 1 million 200 ming tushdi deydi. Bunday holat jadvalga emas, ushlab qolish, qayta hisoblash, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki oldingi oyda ortiqcha to'langan summani tuzatish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat sana emas, miqdor ham o'zgarsa, albatta yozma tushuntirish so'rash kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 7-jihat, rasmiy bo'lmagan xabarlarga ishonmang. Telegram guruhlarda qo'shnilar orasida bozorda har xil gap tarqaladi. Hammaning pensiyasi 20 sanaga qoldi. Faqat falon bankdagilar oladi. Ro'yxatni yangilamaganlar pul olmaydi. Men bunday xabarlarga ehtiyot bo'lishni aytaman. Aniq ma'lumotni tuman pensiya jamg'armasi bo'limi, bank, pochta bo'limi, mahalla mas'ullari yoki rasmiy axborot kanallaridan oling. Har bir hududning jadvali bir xil bo'lmasligi mumkin. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, odatdagi pensiya sanangizni yozib qo'ying va sentyabr oyidagi yangi jadvalni aniqlang. Agar siz bank kartasiga olsangiz, bank ilovasini tekshiring, SMS xabarlarini ko'ring. Bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Agar siz naqd olsangiz, mahalla raisi, ijtimoiy xodim, pochta bo'limi yoki tuman pensiya jamg'armasidan qaysi kunda yetkazib berilishini so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi, telefon raqami agar ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasi bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi yoki oila tarkibi haqidagi hujjatlar so'ralishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ysangiz, murojaat vaqtida sarson bo'lmaysiz. 3-qadam, karta faol ekanini tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? Bankomatda ishlayaptimi? Pin kod esingizdami? Bank ilovasida hisob ko'rinayaptimi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamingiz o'zgarmaganmi? Shularni ko'rib chiqing. Agar karta muddati tugagan bo'lsa,
Bankdan yangi karta oling va pensiya tushadigan hisob bilan bog'liq ma'lumotlar to'g'ri ekanini aniqlang. 4-qadam. Agar pul belgilangan yangi jadvaldan keyin ham tushmasa, og'zaki kutib o'tirmang. Men bunday vaziyatda yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Murojaatda ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi. Odatda qaysi sanada olishingiz, sentyabr oyida qaysi sanadan beri pul tushmayotgani aniq yozilsin. Pensiya to'lovim sentyabr oyida belgilangan muddatda kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Murojaat qilganingizda dalil saqlang. Agar bankka borsangiz, operatsiya holati haqida ma'lumot so'rang. Agar pensiya jamg'armasiga murojaat qilsangiz, arizangiz ro'yxatga olinganini bilib oling. Agar telefon orqali gaplashsangiz, qaysi sana, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilganingizni yozib qo'ying. Bu keyin masalani tezroq hal qilishga yordam beradi. 6-qadam. Pensionerning farzandlari va yaqinlari bu jarayonda yordam berish kerak. Ko'p keksa insonlar bank ilovasidan foydalanmaydi. SMSni o'qishda qiynaladi. Rasmiy idoraga borishga sog'lig'i to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men farzandlarga aytaman. Ota-onangizning pensiya sanasini bilib qo'ying. Kartasi muddatini tekshiring. Rasmiy xabarlarni kuzating. Kerak bo'lsa birga boring. Bu oddiy yordamdek ko'rinadi. Lekin sentyabr oyidagi jadval o'zgarishida juda muhim. 7-qadam. Qarz va xarajatlarni ehtiyotkorlik rejalashtiring. Agar siz har oy pensiya tushadigan kunda qarz berishga, kredit to'lashga yoki katta xarid qilishga o'rganib qolgan bo'lsangiz, sentyabr oyida bir necha kunlik zaxira qoldirishga harakat qiling. Masalan, dori-darmon tugab qolmasligi uchun bir haftalik zaxira qiling. Kommunal to'lovda oxirgi kunni kutmang. Bozorga katta xaridni pul tushgani aniq bo'lgandan keyin qiling. Bu maslahat oddiy, lekin ko'p muammoning oldini oladi. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Jadval o'zgargan paytda odamlar xavotirda bo'ladi. Shundan foydalanib ayrimlar pensiyangizni tezlashtirib beraman, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring, arzangizni pul evaziga hal qilib beraman deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, bank kartangizning PIN kodi, SMS kodi, karta orqasidagi maxfiy raqamlarni hech kimga bermang. Rasmiy xodimlar sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya masalasi faqat rasmiy tartibda hal qilinadi. 9-qadam. Miqdor o'zgarsa, albatta sababini so'rang. Pul tushdi, lekin odatdagidan kam bo'lsa, mayli keyingi oy to'g'rilanar deb jim qolmang. Tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta hisob-kitob varaqasi yoki tushuntirish so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, qaysi asosda, qancha muddatga, qancha summa ushlab qolinyapti, bilishga haqqingiz bor. Pensioner o'z pulining hisobini bilishi kerak. 10-qadam. Agar siz boshqa hududda vaqtincha yashayotgan bo'lsangiz, pensiya olish tartibini oldindan aniqlang. Masalan, farzandingiznikiga boshqa viloyatga ketgan bo'lsangiz, naqd pensiyani avvalgi manzilda kutishlari mumkin. Bank kartasiga olsangiz muammo kamroq, lekin naqd to'lovda yashash manzili juda muhim. Bunday holatda pochtaga yoki pensiya jamg'armasiga oldindan xabar berish zarur bo'lishi mumkin. Men pensionerlarga yana bir muhim narsani aytaman. Jadvaldagi o'zgarish bilan haqiqiy muammoni farqlang. Agar to'lov 1-2 kun surilsa va rasmiy jadvalda shunday ko'rsatilgan bo'lsa, bu odatiy jarayon bo'lishi mumkin. Lekin pul umuman kelmasa, karta ishlamasa, hujjat talab qilinsa, miqdor kamayib qolsa yoki sizga aniq javob berishmasa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Har bir pensioner o'z to'lovi bo'yicha aniq ma'lumot olishga haqli. Yana bir masala. Ayrim oilalarda pensionerning o'zi emas, farzandlari tomonidan ishlatiladi. Men bu yerda ham ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Pensionerning roziliksiz kartadan pul yechish, PIN kodini olib qo'yish, pensiya tushganini yashirish oilaviy va huquqiy muammolarga olib kelishi mumkin. Pensiya avvalo pensionerning shaxsiy ta'minoti uchun beriladi. Jadval o'zgargan paytda ham bu pul ustidan nazorat pensionerning o'zida bo'lishi kerak. Sentyabr oyida yana o'quv yili boshlanishi, oilalarda xarajat ko'payishi, dori-darmon va kommunal rejalari ko'payishi sababli pensiya sanasidagi o'zgarish ko'proq seziladi. Masalan, nabirasining maktab xarajatiga yordam beradigan bu pensiya kechiksa qiynaladi. Kredit to'lovini pensiya kuniga moslagan otaxon jarima tushishidan xavotir oladi. Shuning uchun men bu mavzuni oddiy texnik masala deb qaramayman.
Bu odamlarning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Demak, hurmatli tomoshabinlar, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, eng muhim xulosa shuki, odatdagi sana o'zgarishi mumkin. Lekin bu pensiyangiz yo'q bo'ldi yoki bekor bo'ldi degani emas. Bank kartangizni, hujjatlaringizni, manzilingizni va yangi to'lov jadvalini tekshiring. Naqd oladiganlar pochta yoki mahalla orqali sanani aniqlasin. Kartaga oladiganlar bank ilovasi, SMS va bank orqali holatni ko'rsin. Agar belgilangan muddatdan keyin ham pul tushmasa, yozma murojaat qiling va sababini talab qiling. Men sizga ekspert sifatida eng to'g'ri yo'lni aytdim. Vahimaga tushmang, lekin befarq bo'lmang. Har bir pensioner o'z pensiyasi qachon va qancha miqdorda berilishini bilishi kerak. Agar sizda sentyabr oyidagi to'lov bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada qaysi hududdan ekaningizni va pensiyani karta orqalimi yoki naqd olayotganingizni yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Oqartirilmagan mish-mishdan ko'ra vaqtida tekshirilgan ma'lumot pensionerning asabini ham, vaqtini ham, pulini ham asraydi.